Mana bugun 5-kun bo'lsa, juda ham yaxshi, kayfiyatlarim ham yaxshi, Xudoga shukr. Men bultur birinchi marta shu yoshga kirganimda Gulistonni maqtagandi hamma. Shu yoqqa borgandim, lekin adashibman. O'zimizning Jizzax eng zo'r joy ekan. Assalomu alaykum, aziz yurtdoshlar. Men mana shu klinikaga Zardor tumanidan kelganman. Kelgan vaqtimda ahvolim juda yomon edi. Boshim qattiq og'rib, oyoqlarim og'rib keluvdim. Ishtaham umuman yo'q edi. Bu yerda qabul qiladigan qizlarimiz juda ham xushmuomala ekan. Shularni ko'rib sal tetiklandim. Demak, bu yerda odam shifo topsa bo'ladi. Vrachimiz Mirolimjon ham shunday muomalasi yaxshi, xushmuomala, juda ham jonkuyar vrach ekan. Tashxislar bormi, boshqa bormi, hammasini o'zi yig'ib, yotqizib, yugurib davoladi. U yoqdan bu yoqqa yugurib, orqamdan quvib davoladi, to'g'risi. Fizioterapiyalar ham yaxshi ekan. Bu yerdagi medsestralar, hamshiralar hammasi xushmuomala. Juda ham odamga yoqimtoy ekan. Ayniqsa hamshiramiz Nilfarjon juda ham yaxshi qiz ekan. Beozorgina qilyapti muolajalarini, muomalasi yaxshi. Oshxonada ovqatlari ham yaxshi ekan, shirin ekan, po'g'riladi, qo'li shirin ekan. Mana bugun 5-kun bo'lsa, juda ham yaxshi, kayfiyatlarim ham yaxshi, Xudoga shukr. Singlim bilan davolanyapmiz birga. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Mana men ham opam bilan yotganimga 5 kun bo'ldi. Mana shu Novomid klinikasida juda ham zo'r klinika ekan. Bu yerda xodimlarga, hamma ishchilarga, vrachlarga qoyil qoldik. Men bultur birinchi marta shu yoshga kirganimda Gulistonni maqtagandi hamma. Shu yoqqa borgandim, lekin adashibman. O'zimizning Jizzax eng zo'r joy ekan. Ayniqsa tozaliklariga gap yo'q. Hamshiralar, vrachlarning muomalasiga, muolajalariga umuman gap yo'q. Oshpazlarimizni qo'li dard ko'rmasin. Mana fizioterapiyada Lola qizimiz, Ozoda qizimiz, judayam massajchi qizimiz, juda ham zo'r. Manzura, Sharafjon, hammasi yaxshi. Endi kim kelsa mana shu Jizzaxga kelsin. Judayam sharoit zo'r. Har tomonlama.